Boya yuqorida aytdim, xorij tajribasini o'rgandik dedim. Va birorta davlatda, mana shu paytgacha nechta davlatdagi o'sha klinikani nimani ko'rgan bo'lsam, 20 dan ortiq. Birorta davlatda bizdaqa talabalarni ko'rmadim. Nima sababdan? Qaysi jihatdan bizdaqa? Bizda mana birinchi kursda talaba kiradi. 4-kursni bitirgancha biz bilan birga. Hech kim majbur qilmaydi, hech kim yo'qlama qilmaydi, hech kim oylik bermaydi. Kelaveradi. Chet elda unaqa emas. Chet elda mana siz bitta fuqarolik huquqini, jinoyat huquqini o'qiysiz, bir marta o'qiysiz, bir semestr, bir yil. Shundan keyin qaytib o'qimaysiz. U yerda xuddi shunaqa alohida fan sifatida qaraydi. Bizda unaqa emas. Bizda masalan klinikaga kirdimi, erkinlik. Lekin kamida 2 haftada 2 marta kelib navbatchiligini qilish kerak. Qolgan payti biz uni bo'ldi, sen bir semestr bo'ldi, ketasan deb olmaymiz. Haydamaymiz. Va statistika nima? 99% talabamiz biz bilan to tugatguncha. Zo'r bu, juda zo'r.